Bunun atın cüzüm deydi. Cüzümdü uylar mıntip birden üzüp düşürüp anan jeydi. Tuğanlar cüzüm baktağız. Assalamu alaikum урматтуу багамандар. Biz hazır Mukumcan akanın cüzüm bagındabыз tuğanlar. Öte укмуш cüzümdү пышкан убагы. Cüzüm baktın arasında çarpıyada bugün Mukumcan akadan biz malumat alıp berебиз сиздерге. Mukumcan aka, hazır bazardağı bak kança bolуп атат эң кызыгы? Оптум канчадан берип атасыз? Optimazı 60-65'ten beri yaptız. 65 сомдон 60 сомдон берип атасыз. Beri yaptı. Endi oladı 3 yıl oldu. O var. Bul ne degen sort? Bu sanki sorta. Bul Üsön sortu. Bu kança jıl bolup kaldı? Bakkanızlar? Bu qilinganda boshiga qaralmadi. Ancha yil bo'ldi bo'lganiga. Aha. Ancha yil bo'ldi. Endi qarash. Qanchaga qancha aralıq egilgen, tigilgeni? Buni 3ga qalin qilib ekib qo'yganmiz. O'sha hisobiga bir xil qilsalik 2ga 3ga 2 1 mana shunaqa chiqadi-da. O'zi aslida 3ga 2, 3ga 3 qilib eksa ham bo'laveradi-da bu. Aha. Бұл жер азыр Баткен облысы Кадамжар району. Азыр айылдын аты эмне жаңы? Көктал. Көктал айылында экенбиз. Мурдагы эски аты Подхоз. Бул жерде мына жүзүм бак зым тартылып, бул жерде интенсивдүү багытта өстүрүлөт экен туугандар. Бул базар основной каяка кетет негизинен? Өздүн базарыбы? O'zimizning Баткен, Ош, Кадамжай, Кызылкая, Ноқат. Haydarkon, Batken. Aha. Shallarda основной hozir shu kunlarda shatta sotilyapti-da. Aha. Mukumcan aka, biz Kırgızstan özümüzdün içki bazarda. İchki bozor. Bu içki bazarda болгону жүзүм менен 1% камсыз кылат экенбиз, 1% чейин. Бул кышка турабы же азыр эле сатылып жок болобу? Yo, buni hozir biz sotamiz. Основной bu uzunda o'sha saqlashga shu Husanga yaxshi-da. Saqlasa bo'ladi. Сактаганга боло турган ширин жүзүм. Saqlashga ham yaxshi. Buni o'sha kasalga ogizilmasa, o'sha turishga yaxshi. O'sha yana fevral, mart oyigacha turadi. Aha. Saqlasa. Endi biz saqlaymiz buni. Saqtab ayla sotib berasizlar. Sotib beramiz. O'sha o'zimizni el, o'zimizni nesini nimalar yeyishadi-da. Bozorga olib chiqamiz. Биздин ички базарды сиздер камсыз кылат экенсиздер да. Bu yerden kança tonna çıkат быйыл түшүм буюрса? Endi belgilda shu 4 tonna az 2,5 tondan oshiq sotildi. Endi bag'i yana 2 tonna chiqanimi endi Alloh biladi. Endi rizqi bor ekan yeb ketadi. Qayoqqa sotildi? Mana orasidan sotilib o'zi nima qilinyapti-da. Arasından üzülüp satılып атат кымышкандар, а? Sarg'ib pishganda uzilib sotildi. Bunu kantip qarayсыздар, kantip butaysыздар, ne azık berесиздер, sugarılışı qanday? Buni endi sug'orilishi o'sha chillarda bitta sug'oriladi, keyin bahorda ikkita sug'orilib o'sha kesishda o'sha abreska o'sha fevralda oxiri martda boshida kesiladi-da. Undan keyin o'sha nima qilib turib bitta o'sha itsoq degan dorini chochib yuboriladi. Undan keyin o'sha xomite o'sha qilingandan keyin o'sha gulidan oldin bitta o'sha flusil tapas degan dorilar bor. Shulardan keyin chochilib o'sha kasalga ogizilmasa, o'sha ko'p aytadi-da, riketadi uzum deydi-da. Buni o'sha remeda o'zi kasal, birinchi kasal. Endi buni ari yeb qo'ydi deydi ko'pchilik. Bu arini o'zi aslida ari yemaydi. Buni qachonki qush cho'qsa, o'shani qo'yganini ne ari yeb qo'yadi. Ari jeydi. Qush cho'qgandan keyin jeydi ekanda, ha? Qolaqana cho'qib qo'yadi. Qo'yganini ari davom etadi. Hazır bir demen aytıp kettiniz Kamtek dep. Kamtekti biz köpçülüğümüz düşünbeyiz. Kamtek bul bayağı butowdan qanday ayırması var? O'sha masalan endi buni ko'p meva qolsa buni yetkazolmaydi-da. Ko'p meva qolsa yetkazolmaydi. O'sha nima qarab turib, o'sha nimasiga qarab turib, oralatib olib tashaladi. O'sha birinchi xomiteya bo'ladi. Ikkinchi xomiteya bundan keyin o'sha sal bay yengillatiladi.
Ne o'sha 3-siga kelganda o'sha iyulda oxiri shu oylarda 3-si qilinadi. Aha. Bundan keyin sal ochiladi. Shunda kun tegib sal sarg'ayishni boshlaydi. Aha. Tagidan qanday oziqlarni berasizlar ularga? Endi bunga oziqa o'sha kuzda amafos beriladi. Amafos. Bahordan keyin o'sha bir marta o'sha yana amafos berib qo'yamiz. Endi qo'ldan kelgancha o'sha o'g'itni beriladi. Hali nima deydi? O'zimizda hali nima borki, mahalliy o'g'it. Ha, go'ng. Go'ng. O'shani solinsa o'sha yaxshi bo'lgan. Qadimkilar o'zining go'ngni olib kelib o'tiraverasizlar. O'sha olib kelib o'tiradi. Kuygizib, gumus qilib. Yonda qilinmaydi. Buni menda kuzga tagiga solib qo'yilsa, qish bilan hozir qor ham bo'lmay qoldi. Qorda hali uvib o'sha sharbati oqib, o'ziga oziqa bo'ladi-da. Aha. Hozir bundan ko'rib turamiz. Osti qadimkidagina o'zidan cho'p o'sib turadi. Cho'p. Endi bu meshat bermaydi. Yo'q, buni endi meshat qilmaydi, endi kichkina yerni quvvatini oladi. Yerni quvvatini oladi. O'zimiz yetishmayapmiz, uni hali tozalab olgani bu hali. Aha. Yerni bolasi deydi-da, bu cho'pda. Mana olsang, men bitta Makkani eksang, masalan, Makkadan o'taganingdan keyin ham cho'p o'sib ketadi-da. O'sib ketadi. Nima yerni bolasi-da bu, o'ziniki. Bu yerda qadimkidagilar oriqdan og'izilib sug'orilarkan. Qadimkilar qoroqdan chiqqan go'ng ostiga solinadi. Suvni berganda kichkina 1 metrga yaqin, balki 50 santimetrgacha ko'chatdan olsiraq yerda ikki jag'idan ariq qilib og'izlatgan. Ko'chatning osti ko'tarilgan tug'anlar biroz jo'g'ariga ko'tarilib turadi. Bu yerda 1 gektarga qancha tüp nima botadi? Ko'chat botadi. Endi endi hisoblamaganmiz. Endi bu ko'chat qilish ham endi bu naringa o'xshab ulama qilish kerak bo'lsa buni. O'sha kaltakdan sayib qo'ysa ko'payadi. Endi hali buni pulga sotib olinmaydi ham ko'chat. O'zi qilinsa endi biz hisobini olganimiz yo'q. Nima bo'lsa ko'chat zakaz qilsa, tayyorlab beralasizmi? Chiqarib berasizmi? Bo'lsa ishonchli ko'chat qilib. Ishonchli bo'lsa o'sha, ishonchli qilib beraveramiz agar qilinsa. O'zi endi hozir 5-6 xilda qilib qo'ydim uyimga. Ya uyga qilib qo'ydingiz. Qo'ydim, endi ularning mevasini olsa, lekin o'zimiz ham kaltakni olib keldik-da O'zbekistonda. O'shalarni nima qilsa, yaxshi sortni ichuvdi, shu 6 xilini olib keldim. O'sha mevaga qachonki kirsa, men o'zim ishonch hosil qilsam, biriga uyat bo'lib qolmaslik kerak edi. Mana sortni berib, boshqa sort chiqib qolsa-da bo'ladi-da. O'sha mevaga kirib qolsa, o'sha shundan keraksa qilib beraveramiz qo'ldan kelgan. Bunday to'g'rilar bu akamdan bog'bondan Juzum bog'i. Juzum bog'ning o'rtasida bunaka talda tegib, taldan ostida bunaka jaqshinaqa qilib so'rda ishlarsizlar. So'ri qilib qo'ygan buni to'g'rilar. Kelingizlar, sizlarga juzumda jegancha aralab ko'rsatib kelayin. Arasdan satılıptır. Buna yerdə yox hazır. Bu yerdagilar satılgan. Buna tuğanlar cüzüm. Cüzüm baktı görüyorsunuz. Vay. Şu bir çoğun yüzü görelim. 1 kilogramga yaqin juzum tiyib tur bunaga. Qadimgiday yerda turib ele terib qo'yatgan. O'ntib zimni tartib bir-birini baylab qo'ygan. Hech qanday o'rusi yo'q. Taptaza oydan. Ancha qushlar cho'qilgani bor ekan. Oqsoqol hozir shul charpayada o'tirib chimchiqdan qo'rib atgan mezgil. Telefon nomerini hozir sizlarga olib beraman.
Эгерде жүзүм заказ кыла турган болсоңуздар, дүңүнөн чалып койсоңуздар сиздерге салып берет. Номериңизди айтып коюңуз эми көрүүчүлөргө. Заказ кыла тургандар болсо көчөтүнөн, жүзүмдөн. 507 Аха. 64 Аха. 74 Аха. 14. Аха. Урматтуу багбандар, мынакей биз бүгүн багбандын жүзүмдөрү менен тааныштырдык. Сак саламат туруңуздар. Тынч аман болуңуздар туугандар.